Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan moliya bo'limi haqida gaplashib chiqamiz. Bu yoqda o'quv markazimizdagi barcha kirimlar va chiqimlarni boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda kartamiz bor. Bu yoqda kirim va chiqim qilishimiz mumkin yoki kartadan kartaga ko'chirishimiz ham mumkin. Kartadan kartaga qanaqa ko'chiriladi desak, biz hali adminlar yaratamiz, moderatorlar yaratganimizda bizda kartalar ko'payishni boshlaydi. Har bir odam uchun o'zini kartasi bo'ladi va glavniy karta mana tojli karta bu sizning kartangiz bo'ladi. Ya'ni rahbarning kartasi bo'ladi. Endi kirim qilamiz. To'lov turida student to'ladi. Endi talabani qidiramiz. Masalan, Aziza bizada 0 ekan balansi. Guruh ma'lumotini bosadigan bo'lsak, mana guruh ma'lumoti ko'rsatiladi. Hop. Tranzaksiya naqd pulda to'ladi. Masalan, 400 ming so'm to'ladi. Bu yerda tavsifini ham yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni yarmini to'ladimi, nimadir to'ladimi va hokazo. Mana bu yerda 400 ming bizga kirim bo'ldi. Yana kirim qilib ko'ramiz. Student to'ladi. Endi Feruza ham 50 ming so'mlari bor ekan. Bundoq kiramizda. Endi plastikda to'ladilar bular. Masalan 200 ming to'lab turibdilar hozircha va saqlashni bosamiz. Mana. Plastik uchun 200 va umumiy holatda 600 ming so'm bo'ldi. Hop, yana kirim qilamiz. Student to'ladi. Bizda yana kimlar bor? E'zoza bor edi. Naqd orqali 600 ming. Endi terminal, plastik, naqd degani nima desak? Terminal bu sizni oldingizga kelib turib to'lov qildi, siz terminal orqali plastikdan yechib oldingiz. Bu plastik bo'ladigan bo'lsa, sizga Telegramdan skrinshot qilib tashlab berdi. Mana plastikimdan to'ladim deb, o'sha holatda men plastik yoki naqd beradigan bo'lsa, naqd. Hop, bu yerda kirimlarni amalga oshirib oldik. Endi chiqim qilib ko'ramiz. Kelamiz. Qog'ozga masalan chiqim qilmoqchimiz. Naqd puldan qog'ozga masalan 50 ming so'm chiqim qildik. Saqlash. Chiqim ham kiritildi. Va bizdan umumiy miqdorda ketdi mana bu yerda va bu yerda ham ketdi. Xo'p. Yana chiqim qilib ko'ramiz. Balans to'g'rilash uchunmas, qog'oz voucher o'quv markazi hisobidan masalan naqd summa 60 ming ishchiga tushlik saqladik. Hop, endi tushlik qilmoqchi bo'ptilar. Nima deymiz endi? Hop. Endi kirimga o'tadigan bo'lsak, mana student to'ladi deganda 1 million 200 kirim qilindi. Hop, pastga tushadigan bo'lsak, endi bizda 1 kunlik bo'lganligi uchun mana bu yerda 1 million 200 bo'lib turibdi. Mana 01 bugun 1-mart bo'ladigan bo'lsa, 1-martdagi kirimni ko'rsatdi. Chiqimga boradigan bo'lsak, mana 45% qog'ozga ketibdi, 54% masalan o'sha o'quv markazi hisobidan ketibdi. Ya'ni 60 ming va 50 ming. Pastga tushadigan bo'lsak, mana chiqim 110 ming bo'lib turibdi. Hop, yana tepaga chiqamiz. Oylik hali yo'q. Voucher hali qilmadik. Hisobotga keladigan bo'lsak, mana daromadimiz, ya'ni bugungi kundagi daromadimiz 1 million 200 ekan, xarajatimiz 1 million 100, sof foydamiz 1 million 90 ming so'm ekan. Bu bir kunlik, ya'ni bugungi kunlik. Bu oyga tegishli, agar bu oyga ko'proq tranzaksiya qiladigan bo'lsak, ko'proq ma'lumot ko'rinadi. Buguncha shular edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.